Anibla.uz birinchi uz fandab. Telegramdagi Amedia TV uzga qo'shilinglar. Shu bir oy ichida Eiffel bilan birgalikda biz anchagina daraja ko'tardik va ko'p vazifalarni bajara oldik. U ballarni kamonga o'q otish va uzoqdan ko'rish qobiliyatlariga tiqa oldi. Daraja pishirgandan keyin esa tikishni o'rganib oldi. Hozir unda uchinchi yaratgan narsani bir necha marta qayta tikilib, sifatini oshira olgan. Men esa temirchi ko'nikmalariga ega bo'ldim. Hozircha ularni ahvoli yaxshi. Wesh o! Qizil jodugarlikdan kamondan o'q otish ko'nikmalari va alangali ajdar yetaklovchisi rahmi birlashmasi orqali maxsus uslub yarata oldi. Xizmatkor kiyimida qanday jang qilib bo'ladi? Hech tushunmayman-de. Ani bilan .uz namoyish etadi. Qora chaqiruvchi. Yovuzlik daraxti yo'q qilingani tasdiqlandi. Navbatdagi yakuningiz bilan tabriklayman. Bu ketma-ket 9-muvaffaqiyatli bajarilgan vazifa. Yana bitta bajarsangiz, daraja ko'tarishchi imtihonga kira olasiz. Tez orada A darajaga chiqasiz, egam. Sen esa endi S darajasiga chiqding. Tez orada B ga chiqa olasan. Faqat o'tgan imtihonda ilmiy jangda seni dushmaningga biroz achingandim to'g'risi. U tomonada jang boshlanganidan 5-6 soniya keyin uni boshiga kamon o'qi bilan tegdi. Uni himoyasiz ko'rsatgani u dushmanni sinovati deb o'ylabman. Sizning imtihon oluvchingiz juda ham mohir jangchi. Siz ikkingiz haqiqatdan ham juda kuchlisiz. Aytgancha Eiffel, yaqinda shirinliklar do'koni ochilgan edi. Balki boramizmi? Ha, jon deb. Unda yaxshi. Bo'ldi, so'z berding. Ha. Kimdir ishini shaxsiy hayoti bilan aralashtirib o'tdi. Ukam, siz biza bilan borasizmi? Men ham borayman. Ha, agar xohlasangiz. Kelvin, qiz sizga shunday taklif bersa, rad etmasangiz kerak har holda. Ha, mayli. Qarshi bo'lmasanglar, ertaga boramiz. Xursandman. Anza, ishingdan chalg'ima. Bu joy uchrashuvga chiqadigan joylarga o'xshabdi. Ha, aniq shunaqa. Shirinlik do'koniga emish. Melfina sho'rtta bo'lganda menga bir chapati solardi. U erta tongda chiqib ketgandi. Bashorat yetkazish kerak deb aytgandi. Kelvin, yaxshimisan? Qalaysan, Anja? Kiyiming senga yarashibdi. E'tiboring uchun rahmat. Oy, Eiffel qani? Yasansan qilishga biroz qolib ketdim dedi. Tez orada keladi. Sizga yaxshi qarashga qaror qildi-de. O'ziga qarash. Eshiting, Kelvin. Nima bo'ldi? Balki do'stona munosabatda muloqot qilarmiz. Vaqtimizni endi birga o'tkazishni boshladik-ku. Mayli. Menga ham shu qulay bo'lardi. Kelishdik. Anja. Unda yaxshi, Kelvin.
Kechikkanim uchun uzr. Xo'sh, qalay? Sizlarga yoqdimi? Men g'alati ko'rinmayapmanmi? Kelvin, jim turma. Ha, ketavergan qizaloq bo'psan. Efil, sen juda ham go'zalsan. Unaqa emas. Bir ayolda faqat suyakdan iborat eding. Hozir esa manekenlardek maftunkor go'zal qiz bo'lding. Iltimos, mana bilan qo'shilmang. Sal ichi ko'taribdi. Yaxshi tanlov. Balkim Efelniki ham shirin. Ukam, mana yeb ko'ring. To'ta, ko'chada shartmas-u. Demak, Efil seni uyda doim ovqatdan turar ekanda. Bu gildiyadagi anjava xizmatkor Efelmasmi? Yaqinda bir darajasini olgandi. La'natda, ikkita go'zal qizlarga ega bo'lyapti. Yo'q. Shunchaki qovoqxonada uni taomini yeb ko'rgandim. Men nimadir g'alati ish qildimmi? Men unga yon bermayman. Ana o'zingni ochchi Kelvin. Bas qil. Nimaga sen uni raqibing deb hisoblayapsan? Ular u uchun jang qilishni boshlashdimi? Pasayga uch burchagi, shundaymi? Nihoyat Aziz yeb qoldi. Qizlar, kelinglar, keyinroq yeymiz. O'zimiz bilan olib ketamiz. Qizlarni o'zinikiga olib ketyaptimi? Unaqa emas. Oddiy odamlarga o'z tuyg'ularini jamoat joyida namoyish qilish mumkin emas. Nima bo'ldi? Janoblar, nima bo'lyapti o'zi? Tez chiq. Oldinda Trayson 3-shahzodasi Tabra hazrati oliylari. Trayson? Sharqdagi harbiy mamlakat? Xo'jayin, balki siz ularni ta'zirini berib qo'yganingiz ma'quldir. Oddiy odamlarni ba'zida joyini eslatib turish kerak. Ha, to'g'ri aytasan. O, qaranglar, qanday latofatli ayollar. Elf qiz qolaversa qul ekan. Agar ikkalasi ham mani bir kecha mehmonim bo'lsa, hammasini kechirishim mumkin. Axir men ko'ngli toza odamman, ko'rib turganingizdek. Kelvin, Nimadir yoqmayaptimi, yigitchi? Ikkalasi ham darajadagi paxta qalam. Menga qarshi chiqishga qanday hadding sig'di? Kamina, Trayson 3-shahzodasi Tabra bo'ladi. Mani shol qilishdi. Xo'sh, shahzoda, Farsga nimaga kelgansan? Bu seni ishing bo'lmasin. Mayli aytaman. Men yollanma askarlar gildiyasidagi Leo bilan uchrashga keldim. Leo bilan? Farsda qudratli yollanma askar paydo bo'ldi deb eshitdim. Shunga ham shaxsan o'zim buni tekshirgani va hal qilgani keldim. Sayohatdagi shahzoda uchun sani qo'riqchilaring juda zaif. Traysonda iste'dodni birinchi navbatda qadrlashadi. O'ta qobiliyatli odamlar hukmdorlik qiladi. Bu degani menga u yoqda joy yo'q. demak bu degani? Ha, u chala soat shahzoda. Men o'sha qudratli yollamachini o'zimni xizmatimga olmoqchi edim. U meni nomimni ko'tarardi. Endi tushunyapsanmi? Darvoqe, o'sha yollanmachi men bo'laman. Nima? Lekin qo'shilaman, kuching chak emas. Shunga menga xizmat qilsangchi. Bor yo'q hali. Rahmat, Kelvin. Juda zo'rsan-da. Bizani ovqatlanishimizga xalal berishdi. Kelinglar boshqa narsa sotib olamiz. Ha. Va safar meni hisobimdan Kelvin. Yo'q, shart emas. Menga birdan qizarib ketdi. To'g'risi, kerak emas dedim-ku. Duo qilaman. O'zingni yana ko'rsat. Ma'buda, Melifina. Melifina. Anchadan beri ko'rishmadik. Kalyat. Qahramonlarning ishi qalay? Mana, qarang. Ko'rib turibman, ular jadal rivojlanyapti.
Bizga bashorat bering. G'arb yerlaridan harakatlanayotgan yovuz borliqni his qilyapman. U yerga qahramonlarni jo'nat. Asosiysi ularni Parsga yaqinlashtirma. Parisga? Tushundim. Aytganingizdek bo'ladi. Senga ishondim. Rohiba Delamis. Kalli, nima bo'ldi? Ma'buda yangi bashorat olib keldi. Qahramonlar. Ukam, uxlayapsizmi? Yo'q. Nimaga so'rading? Uxlamayapsanmi? Ukam, meni qutqarganingiz uchun rahmat aytmoqchi edim. Qo'yaver. Bu oddiy narsa edi-ku. Aytgancha. Uzr. Haliyam bitta yotoqda yotishimizga to'g'ri kelyapti. Sizlardan boshqa xonani so'rayman. Ukam, menga ayting. Nahotki, men ayol sifatida jozibador emasmanmi? Efil. Ukam. Xullas. To'xta, yo'q. Sevsang shu ishni qil faqat. Sevaman. Ukam sifatida. Erkak sifatida. Sizni sevaman. Judayam sevaman. Mana boshqa hech kim ushlamasligi uchun la'natlashgan. Sizni sharofatingiz bilan men jismoniy yaqinlikni his eta oldim. Efil. Sen latofatlisan. Taniganlarim ichida chiroylisan. Ukam. Demak siz Ha. Uy sotib olish kerak. Ikkalamiz uchun alohida karavati bo'lgan. Aks holda umuman chidolmayapman. Qahramonlar xususiyatlari. berganim uchun uzr. Men yana olib keldim. Tushunishim bo'yicha Milifina kelib bo'pti-da. Rahmat, Klotacha. Ha, men ham qaytib keldim. Bilasizlarmi, qahramonlar uchun bu xususiyatlar negadir so'z. Qahramonlar? Rostdan ham, darajalar katta emas. Ha, to'g'risini aytsam ular 100 dan baland bo'lishi kerak deb o'ylagandim. Ular axir bu yerda 1 yil turishgan. Nima bekorchilik qilib yurishibdimi? Men o'zim ham biroz xafa bo'ldim. Bilmasam, qahramonlar zulmat hukmdorini qayta tirilishigacha ulgurarmikan? Siz bolalar esa kundan kunga kuchayib ketyapsizlar. Ha, mana temirchi ishim ancha qudratliroq. Faqat muvaffaqiyatsiz ishlovlarim ham kam emas. Oho, men ularni albatta ishlataman. Boshqa tarafdan, sen rostdan ham bug'doy yurakdan faxrlansang bo'ladi. Ajoyib buyum. Va yana bu qizil, plyaj ham. Va seni jo'may ko'ring. Buni tikov ko'nikmasi bilan tikkan edim. Xo'sh, ishlar yaxshi ketayotganga o'xshaydi. Afsus, Delamis ritsarlari sizlarga teng kelisha olmaydi-da. Kel, uydamisan? Seni gildiyaga chaqirishyapti. Iblis paydo bo'ldimi? Ha, uni D rangdagi yerto'lada ko'rishdi. Kezuvchi g'orda. Bir necha yollanmachilar maxfiy xonani topishgan u yerda. Uning ichida ham iblis bor ekan. Iblislar, ajdarlar va farishtalar darajasi bilan teng kuchlilardan biri bo'lgan irq. Unaqada ular tirik qolgani hayratlanarli. To'g'ri tushungan bo'lsam, hozir iblis muhrlangan. Lekin u bilan hazillashib bo'lmaydi. To'g'risini aytsam, senga murojaat qilsammikin deb ikkilanib turdim. Iblisning kuchi noma'lum, ehtimol bu S darajadagi vazifa bo'lishi ham mumkin.
Har bir iblisning kuchi butunlay o'zgacha. Hatto eng kuchsizini ham B darajali kuchi bor. Aytgancha Kelvin, menga aytishdiki, Santra ismidagi shahzoda Tabro bilan tanishibsan. Oh, ha, eslolmayman. Bo'lishi mumkin. Shunaqa-de. Xullas, kim haqidaligini bilmayman-u, lekin bitta zo'ravor shahzodaga hujum qilganmish. Shuni dastidan muammolar ortdi. Ishlat Trayson bilan xalqaro darajada muzokaralarga olib kelish arafasida. Xo'p, biz mavzuni o'zgartirib yubordik shekilli. Xo'sh, vazifani olasanmi? Jon deb olaman. Iblis ekandi. D rangdagi yer to'la. Darbadar kezuvchi g'ora. Kelvin, salom. Ur. Oh, Eiffel ishlaring qalay? Imtihonda beri ko'rishmadi. Hammasi yaxshi. Sizni ko'rganimdan xursandman. Bu Ritson kim edi? Men Kelvinni do'sti Gerardman. Qo'limdan kelgancha yordamga keldim. Oh, unda yaxshi. Xo'sh bo'pti. Bizga nima kerak? Ko'rganingdek, biz kulba atrofida baryer va qo'riqchilarni o'rnatdik. Biroq bilmaymiz, Crossfight iblislarga qarshi qay tarzda ishlashini. B rangdagi iblislarga qarshi yordam beradi deb o'ylayman. Bizning darajamiz bilan faqat qo'riqlash qo'limizdan kelishini tan olish bizani xafa qilyapti. Hech qisi yo'q, Ur. Shunaqa davom etaveringlar. Biz esa iblisni ko'rib chiqamiz. Lovet. Ehtiyot bo'linglar-ya. Birinchi Gerard yuradi. Eiffel va men ortingdan yuramiz. Klot esa oxirida yuradi. Xo'p. Nimagadir uzoq vaqtdan beri yuryapmiz. Hech qanaqa maxluqlarni ko'rmayapman. Bunda nimadir bor. Men nima maxluqlarni sezmayman. Bironta bo'lsa ham. Keldikmi? Xo'jayin, Nimadir bo'ldimi? Darvoza ortida ikkita mavjudotni sezmayman. Bittasi ehtimol iblis bo'lsa kerak. Umuman kuchsiz. Menimcha xavf ikkinchi mavjudotdan kelayotganga o'xshaydi. Esni nima qilamiz? Muxbir ushlab turibdi. Keyin hal qilamiz. Avval bu ikkinchisini hal qilamiz. Omadimiz kelsa birorta qo'l qilib olamiz. Unaqa bo'lmasa kerak. Hammaga salom, xush kelibsizlar. O'zimni tanishtirsam, qarshingizda turgan iblis arxiviktor bo'ladi. Tanishganimdan xursandman. Arxiviblis? Oddiy iblislar odatda barangda. Demak, bu mavjudot rangi. Nima bo'ldi? Seni nimadir kuldirdimmi? Unaqa emas. Yana uni g'alati odati. Xo'sh, mayli. Bu qiz kim edi? Qarshilaringizda. Zulmat hukmdorining qizi? xo'jayin, shu vaqtgacha 3 ta zulmat hukmdori mavjud bo'lgan. Agar oxirgisini oladigan bo'lsa, bu zulmat hukmdori Gustavning qizi. Biroq, bilishim bo'yicha, Gustav zulmat hukmdorining qizi borligini bilmagandim. Yo'q deb hisoblangan edi. Axir uni dushmanlari juda ko'pki, uni borligini bekitishga to'g'ri kelgandi. Bunda tezda kuchli odam kelganiga juda omadim keldi. Bu joyi topganlarga qochishga bekorga yo'l qo'ymabman. Shu yerdagi mahluqlarni yo'q qilganim uchun esa bu yerga kelish qiyin bo'lmadi.
Jonali, bizni seni pistirmanga tushishimizga harakat qilsan-de. Ha, bilasizmi, uni muhrini faqat odam buza oladi. Demak, bizdan shuni xohlar ekansan-de. Yo'q, men uni so'ragan bo'lmasdim. Bilasizlarmi? Hammanglarni kuchinglarni tortib olish uchun sizlarni ishga ijozat beringlar. Baquvvat ekan. Mani noyob ko'nikmam ochko'zli. Kimlarni yesam o'shalarni kuchini menga beradi. Va yana ko'nikmam yediganlarni oldida bo'lganimda yaxshi ishlaydi. Endi Jonali, nimaga sen buncha ko'p gap sotishingni? Bizni yeyib, odam irqini olib, muhrni yechmoqchimisan? O'shanda u yangi zulmat hukmdoriga aylanadi. Afsuski, sen yarimchala haqsan. Sen yeb to'ymassan. Ha, albatta, men Viktor Ochko'zman. Men anchadan beri Gustav zulmat hukmdori qizi Seriga yordam beraman. Qanaqadir ma'noda u meni ham qizim hisoblanadi. Shunga agar uni yesam tasavvurimga sig'mas kuchga ega bo'laman. O'zim yangi zulmat hukmdori bo'laman. Darajali maxluqning kuchi shunaqa ekan-de. Sani yuzing ifodasini ko'rib, hayron qolishdan to'xtamayapman. Ha, bunaqa kuchli dushmanlarni hali uchratmagandim. Rosa ham zavqlanyapman. Qiziq. Uni yoqimsiz odati o'zini ko'rsatdi. Kechirasiz. Qanaqa odati? Eshit, Efel. Qirol bilan urush qilganimda uni yuz ifodasini ko'rganmidik? U kulib turganda, o'lim tafosida va ustun bo'lgan kuch oldida u jinni bo'lib qoladi. Ne hozir? U kelgusi bo'ladigan xavfli jangdan zavq olyapti. Maxsus Play Marketdagi Anibla.uz ilovasi uchun Anibla Studios tomonidan o'zbek tiliga o'girildi. Tarjimon Spektra.